Assalamu alaykum. Dünyanın har qaysi joylaridagi haqsuyar aziz qarindoshlar. Men bugun Xitoy hokimiyatiningki bizning Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va zulmlari ustidan guvohlik bermoqchiman. Ismim Abdusattar. G'ulja Qo'rg'os noyisidan. Hozirgi turishlik o'rnim İstanbul Zeytunburnu. Mening tuqqanlarim bilan ko'rishmagani hozir to'p-to'g'ri 3 yilga qadam qo'ydi. Men bu 3 yil jarayonida ularningki hayotida to'g'riliq hech qanday xabar ololmadim. Lekin mushu yaqinda anglashga qaraganda cho'ng akam bilan ismi qori inim Nur Muhammadningki jazo lageriga ilib ketilganligi xabarini angladim. Ammo lekin ularning qo'yib berganmi yo shu kampida bormi hozirgacha hech qanday uchurni yo'q. Va buning o'xshash Sharqiy Turkistonda boshqa nurg'un qarindoshlarim shu kamplarda yetyotidi. Xosatan 2017-yili Misrdan o'tib ketilgan qarindoshlarimiz hozirga qadar hech qanday izlari yo'q. Buning qatoridan İbrahim Sulaymon G'ulja shahridan 2015-yili vatanga qaytib ketgan. Misrdan vatanga qaytib ketib, Xitoy hukumatı uni qo'lga ilib 6 oydan keyin chiqarib o'tgan. Keyin 2017-yili akir ketgan biti hozirga qadar hech qanday izlari yo'q va oilasining hech qanday xabari yo'q. Farruq bu qanishimizmi Misrga borgan. 2015-yil qaytib ketib, ta hozirgacha hech qanday xabari yo'q. Hasanjon, Muhammad Mamtili, Talibjon, Abdullatif, Muhammad Tursun, İmam Hasan, Şefkat, Gayret, Abdurrahim Aziz, İmam, Muhammed Salih, Ablikim, Arpat ve ondan başka nurg'unlagan qarindoshlarimiz shu Misrda tutqun qilinib, hozirgacha hech qanday izlari yo'q. Mushu qarindoshlarimizni Misrdan Xitoy hukumati elib ketgandan beri hozirga qadar hech qanday xabar yo'q. Men mushu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tashkilotlarini o'zining bir kishilik burchini ado qilishga chaqiraman.